Hamid aka, demak Qirg'izistondan savol. Hamid aka, sizning fikringizcha Qirg'izistondagi o'zgarishlar qanday? Qarang, toza qirg'izchani sizga o'qib beryapman. Ya'ni qirg'izcha yozilgan, avtomatik ravishda sizga hozir o'zbekcha aytyapman. Qardoshlarimizni? Albatta, qardoshlarimiz. Bizlar hech qanday qirg'izlar, qozoqlar, tojiklar, turkmanlar, qoraqalpoqlar bu mutlaq bizning qadrdonlarimiz. Bizlar hech birimizsiz Ozarbayjonlar ittifoqchi davlatlarimiz. Biz bir-birimizsiz rivojlana olmaymiz. Ya'ni Qirg'iziston bir qaraganda kichik hududli, nisbatan kam sonli bo'lsa ham, ularning o'rnini bu ittifoqchilikda hech kim bosa olmaydi. Ya'ni ularning spesifikasi bor. Bir kun keladi, qirg'izlarning dash demokratiyasi bizga foyda beradi. Dash demokratiyasi shunday bir boshqarib bo'lmas energiyaga egaki. Hamid aka, bu o'shanda g'arb demokratiyasiga qarshimi bu? Yo'q, bu Ardujaga yo'q, qarshi emas, bu boshqa model bu. Boshqa model. Ya'ni dash demokratiyasi bu o'sha o'tovlarga qurilgan ular. Ya'ni u dash demokratiyasining xususiyati shundan iboratki, u yerda vertikalning imkoniyati yo'q. Ya'ni qirg'izlar va qozoqlar aslida bizning madaniyatimizda ham bor. Men boshliqman desang, yig'ishtir boshliqligingni deydi-da. O'tovni yig'ishtiradida boshqa joyga ketadi. Kerak emas menga boshliq deydi. Lekin buning zaiflik tomoni institutlar vujudga kelmay qoladi. Chunki o'tovni yig'ishtirib ketaversang, Ali Sadir Japarov aytgandek bo'ladi, biz miting qilib yuraveramiz, lekin bir-birimizni to'ldiramiz. Shuning uchun Qirg'izistondagi boshidan o'tkazayotgan siyosiy ko'nikmalar bebahodir. Bu biz uchun ham tajriba bo'ldi bunday olib. Albatta, bebahodir. Bugun to'g'ri, ularda qandaydir ma'noda avtokratik tendensiya bor, lekin Sadir Japarovni avtokrat deb ham bo'lmaydi. Chunki ularga zarur shu narsa vertikalni kuchaytirib olish kerak. Men ko'p takrorlayman bu gaplarni. Davlatchilik vertikal, davlatchiligi bor, lekin jamiyat kuchliroq o'sha dash demokratiyasining hisobiga. Shuning uchun qirg'iz bovurlarimiz, yoronlarimiz biz uchun juda ham qadrli. Ularning siyosiy islohotlari, siyosiy muvaffaqiyatlari, iqtisodiy islohotlari, iqtisodiy muvaffaqiyatlari shubhasiz O'zbekistonning ham muvaffaqiyatlari hisoblanadi. Mana suv masalasida kelishib oldik. Oxirgi 10 yil, 15 yil, 50 yillikning eng muhim masalasi suv bo'lar ekan. Qirg'iz yoronlar bilan biz kelishib oldik. Bu juda ham katta yutuq hisoblanadi. Va albatta boshqa masalalarda ham kelishamiz. Harbiy masalalarda kelishamiz, bir zo'r ittifoq bo'lamiz nasib qilsa va bu Yevropa ittifoqidan keyin ixtiyoriy birlashilgan o'sha muhim masalalarni, muhim davlatlar o'rtasidagi o'sha konfliktlarni sifatli hal qilib birlashgan mening nazarimda bir shunday bir ittifoq bo'ladi va bunda har bir xalqning atrof. Qaysi ko'cha bu? Volgogradskiy. Yo'lda ochamiz, как раз naga tedik operativdan moyme o'tib ekanda, Abduqadirov. Bunaki yo'l. O, prospektini. Trotuar yo'q, qara. Bu yo'ldan kenen ekan bu yog'icha. Yo'ldan kenen ekan, ekmetning alas. Mal bag'adagina malni yetib kelib o'tadi. To'q, tandir, o'choq, qara. Bu yerga chiqib to'qqana olchu, bilasizmi? Qana bismillahirrohmanirrohim. Avjolday bo'lsin yo'limiz, ha? Ko'chaning uzunluğu 2 kilometr
200 metr. Kenendigi 22 metr. Üçüncü kategoridagi 4 tilkeli joy.